Baxshichilik san'ati turkiy xalqlar boy madaniy merosining ajralmas qismi. U faqat musiqa va qo'shiq emas, balki tarixni, folklorni, etnografiyani, falsafani o'zida mujassamlashtirgan murakkab san'atdir. Taniqli etnograf olim O'ktamjon Hakimov hamda O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi hamkorligida Baxshixul Tog'ayev tavalludining 65 yilligi munosabati bilan xalqaro qurultoy tashkil etildi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Ushbu nufuzli tadbir O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi hamda hamkor tashkilotlar bilan birgalikda tashkil etildi. Qurultoyda Qirg'iziston, Tatariston, Yoqutiston, Qozog'iston, Turkmaniston kabi qator turkiy davlatlardan kelgan qatnashchilar ishtirok etishdi. Xalqaro baxshilar festivali o'tkazilayotgani o'zi shu, mana shu turkiy xalqlarni birlashayotgani, katta tadbirlar o'tyapti davlat miqyosida. Biz shuni o'sha olib borilayotgan siyosatga, shu bo'layotgan ishga biz ham o'zimiz hissamizni qo'shaylik deb buni davom ettirib, bu shuni o'zbek davomi. Shunda bu yerda tajriba almashadi. Yosh baxshilar, ijrochilar, boshqa davlatlardan kelgan ijrochilarni, boshqa xalqlarda qanday aytiladi, dostonlar qanday, o'z qulog'i bilan. Bu jonli san'at, jonli eshitish kerak. Jonli ko'rib, ko'zi bilan ko'rib, qulog'i bilan eshitsa yaxshi nima bo'ladi. Bizda baxshi desak, boshqa joylarda endi Altayda qaychi, qirg'izlardan manaschi, qozoqlarda oqin, qoraqalpoqlarda jirov, baxsi deb ataladi, har xil nomlanadi, lekin shularni hammasini bir joyga yig'ib qurultoy sifatida xalqaro deb nom berib, xalqaro qurultoyga aylanib ketdi, kengayib ketdi. Bu endi birinchisi, xudo xolasa tajribamiz oshib, xudo xolasa yana ham buni davom ettirish niyatimiz bor. Unda so'z olgan folklorshunos olimlar, shoirlar va madaniyat arboblari, baxshichilik san'atining ko'p asrlik ildizlari, falsafiy va tarbiyaviy ahamiyati, xalq tafakkurida tutgan o'rni haqida to'xtalib o'tishdi. Baxshichilik san'ati bu ijro san'ati. Bu yerda 3 ta san'atga qo'shiladi. Ham adabiyot, ham musiqa, ham ijrochilik. Shu jonli holatdagi vaziyatni to'liq xalqaro miqyosda tadbirlari bilan u san'atning nafaqat bizda, butun dunyoning turkiy xalqlarida keng tarqalganligini ko'rsatyapti. Ustoz, shogirdlik an'analarini davom ettirishiga katta xizmat qo'shyapti. Xalq san'ati, baxshichilik san'ati o'lmaydigan san'at ekan. U nafaqat adabiyotga, san'atga, hammasiga asosgina emas va ayni paytda shugungi ijrosi bilan yana kuch-quvvat bag'ishlayotgan san'at ekanligini bu isbotlab turibdi. Ular baxshichilikni tarix, adabiyot, musiqa va xalqning ruhiy qudratini o'z ichiga olgan murakkab va boy san'at ekanligini e'tirof etishdi. Baxshixul Tog'ayevning hayot yo'li, ijodi va baxshichilik san'atiga qo'shgan beqiyos hissasini alohida ta'kidlashdi. Uning asarlari, ijodiy faoliyati yurtdoshlari qalbida unutilmas iz qoldirganini qayd etishdi. Xalq og'zaki ijodining muhim yo'nalishi hisoblanuvchi terma va dostonlarimizning og'izdan og'izga o'tib kelishida uning o'rni, mehnati, iste'dodi muhim ahamiyat kasb etganiga urg'u berishdi. Alpomish kitob holida chop etilish uchun yaratilmagan. U ovozi bilan, u sozi bilan, u so'zi bilan alpomish. Lekin bu endi ilm darajasiga olib chiqdi. Chunki biz eshittirish qilib xalqqa tanishtirdik, bu ilm darajasiga olib chiqib, shunga mehrini boyladi, shular haqida kitoblar chiqardi. Xalq baxshisi xotirasiga bag'ishlab tashkil etilgan xalqaro qurultoyda baxshiyu oqinlar, biyronlar, jirovlar, manaschi va kaychilar turkiy xalqlari etnomadaniy merosining noyob durdona asarlari sirasiga kiruvchi qahramonlik dostonlari, aytishuvlar va termalarni ijro etishdi. Бұл фестивальға, бұл qurultoyga kelуімнен maqsad осы қасиетті қазақ салтының ең асыл айтыс өнерін осы ортаға дәріптеу, осы ортаға көрсету, ақындық өнерін қай дәрежеде екендігін, айтыстай асыл өнердің, ақындықтай асыл мұраның тектілігін осы ортаға таныстыру, осы ортаға көрсету. Baxshixul baxшының артындағы шәкірттері, артында қалған ұрпағы, жанұясына зор денсаулық тілеймін. Осындай baxшы ақын жыраулармен тек қана жақсылықта, амандықта, осындай іс-шараларда тек қуаныш күнде жолығуға жазсын.
Xalqaro qurultoyning ikkinchi qismida taqdirlash marosimi ham tashkil etildi. Unda tadbir qatnashchilariga esdalik sovg'alari va maxsus sertifikatlar topshirildi. Muxtasar qilib aytganda, mazkur madaniy tadbir nafaqat baxshichilik san'atiga, balki xalqlar o'rtasidagi do'stlik va madaniy aloqalarni mustahkamlashga ham ulkan hissa bo'lib qo'shildi. Muxtasar qilib aytganda, mazkur madaniy tadbir nafaqat baxshichilik san'atiga, balki xalqlar o'rtasidagi do'stlik va madaniy aloqalarni mustahkamlashga ham ulkan hissa bo'lib qo'shildi.